Oddiy shamollashdan qanday farq bo'ladi allergiyani? Demak, allergik kasalliklarning o'zi ikkita katta turga bo'lish mumkin bo'ladi. Bu terida namoyon bo'luvchi turlari hamda nafas yo'llarida namoyon bo'luvchi turlari. Bu ikkita katta turi. Lekin ana shu yoz mavsumida hamda erta kuz mavsumida ko'payuvchi allergiyalar bular pollenozlar deb ataladi. Ya'ni o'simliklarning gullashi, o'sha guldagi changga nisbatan sezuvchanligini oshib ketishi. Yo'q, yozda ham. Bahor biz mana o'simlikni gullashi deganda nimagadir bizning odamlar ko'pincha mevali daraxtlarni tushunishadi. Lekin mevali daraxtlarning changi allergiya bermaydi. Allergik xususiyat faqat shamol vositasida changlanuvchi o'simliklar. Bu nima? Mevasiz daraxtlar, dala o'tlari, yovvoyi o'tlar hamda yovvoyi dukkakliklar. Mana shu o'simliklar aynan bizning iqlim sharoitimizda bahorda gullashni boshlaydi va kech kuzgacha bir necha bor gullaydi. Ana shu gullash davridagi changga nisbatan sezuvchanlikning oshib ketishi u yoki bu ko'rinishdagi allergik kasallikka sabab bo'ladi. Mana shu kasalliklarning guruhi pollenoz deyiladi. Endi pollenoz odatda shamollashga o'xshab boshlanadi. To'g'ri. Ko'z qichishadi, burun qichishadi, aksi urish bo'ladi, burun oqadi, yo'tal bo'ladi, ba'zan badanga narsa toshadi. Lekin haqiqiy o'sha infeksion yallig'lanishlar, ya'ni bakteriya yoki virus tufayli yallig'lanishdan farqi allergiyada tana harorati oshmaydi. Mana shu xususiyati bilan allergik yallig'lanish boshqa yallig'lanishlardan keskin farq qiladi.